Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomiz nafaqat dolzarb, balki hayotiy muhim bir mavzuga bag'ishlangan. Hozir aytadiganlarim men ishonch bilan ayta olamanki, ko'pchilik pensionerlarimizning xabarini ham bilmaydigan yashirin bir imkoniyat haqida bo'ladi. Bu shunday to'lovki, u haqida ko'pchilik bilmagani uchun ham undan foydalana olmayapti. Bu haqda davlat organlari hamma joyda baland ovozda e'lon qilmaydi. Ba'zan esa buni faqat bilganlargina oladi. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'r bo'lsa, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'z muhim. Hozirda kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumot hamma uchun juda qimmatli. Muammoning mohiyati xo'sh, muammo nimada? Avvallar nafaqalar ko'pincha avtomatik tarzda ish tajriba yoshga qarab tayinlanar edi. Ko'pgina qo'shimcha to'lovlar ham agar qonunchilikda belgilangan bo'lsa, avtomatik ravishda nafaqa bilan birga hisoblab berilar edi. Ya'ni inson pensiya jamg'armasiga hujjat topshirsa, uning barcha huquqlarini, shu jumladan qo'shimcha to'lovlar huquqini ham tekshirib, tegishli miqdorni tayinlar edi. Ammo endi vaziyat bir qadar o'zgargan. Oxirgi yillarda ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish maqsadida davlat bir qator yangi qo'llab-quvvatlash choralarini joriy qildi. Bu choralar asosan aholining eng muhtoj qatlamlarini himoya qilishga qaratilgan. Gap shundaki, ba'zi qo'shimcha to'lovlar, ya'ni doimiy nafaqaga qo'shimcha to'lanadigan pul mablag'lari avtomatik ravishda tayinlanmaydi. Ular uchun alohida ariza bilan murojaat qilish lozim. Va afsuski, bu haqda ko'pchilik pensionerlarimiz bilmaydi. Bu esa juda katta adolatsizlikka olib keladi, chunki davlat tomonidan beriladigan imkoniyatdan ko'pchilik foydalana olmayapti. Bu to'lovlar asosan ma'lum bir ijtimoiy toifadagi fuqarolar, masalan, o'quvchisini yo'qotganlar, yolg'iz yashovchi pensionerlar, og'ir kasalliklarga chalinganlar yoki qaramog'ida nogiron farzandi bo'lganlar uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Ammo ko'plab pensionerlar pensiya jamg'armasiga shunchaki nafaqa olish uchun murojaat qiladilar va ularning qo'shimcha to'lov olish huquqlari haqida to'liq ma'lumot berilmaydi. Ba'zida bu mas'ul xodimlarning beparvoligi tufayli sodir bo'lsa, ba'zida qonunchilikdagi murakkabliklar va ma'lumotning yetarli darajada ochiq emasligi sabab bo'ladi. Bugun biz aynan shu yashirin ammo juda muhim bo'lgan qo'shimcha to'lov haqida batafsil gaplashamiz. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil xo'sh. Aynan qaysi qo'shimcha to'lov haqida gap ketmoqda? Bu, aziz do'stlar, ijtimoiy ehtiyojli pensionerlarga qo'shimcha moddiy yordam yoki maxsus ijtimoiy nafaqa deb ataladigan to'lov turidir. Uning nomi mintaqadan mintaqaga yoki qonunchilikdagi o'zgarishlarga qarab biroz farq qilishi mumkin, ammo mohiyati bir. Bu to'lov asosan quyidagi hollarda tayinlanishi mumkin bo'lgan qo'llab-quvvatlashdir. 1. Qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bor pensionerlar. Agar pensionerning qaramog'ida voyaga yetmagan farzandlari, talaba bo'lgan farzandlari kunduzgi bo'limda o'qiydigan bo'lsa, yoshi katta bo'lgan, ammo nogironligi bor farzandlari yoki turmush o'rtog'i, qiyinchilik bilan o'zini o'zi ta'minlay oladigan qarindoshlari bo'lsa, ular uchun qo'shimcha to'lov olish huquqi vujudga kelishi mumkin. 2. Yolg'iz yashovchi va doimiy parvarishga muhtoj pensionerlar. Agar pensioner yolg'iz yashasa va tibbiy ko'rsatmalarga ko'ra doimiy parvarishga, yordamga muhtoj bo'lsa, unga ushbu qo'shimcha yordam tayinlanishi mumkin. Bu ko'pincha ikki guruh nogironlari, harakatlanishda qiyinchiliklarga duch keladiganlar yoki jiddiy xastaliklarga chalinganlar uchun mo'ljallangan. Uch qishloq joylarda yashovchi va ijtimoiy yordamga muhtoj pensionerlar. Ba'zi hududlarda, ayniqsa qishloq joylarda yashovchi, daromadi juda past bo'lgan va uy sharoitlari og'ir bo'lgan pensionerlar uchun alohida moddiy yordam dasturlari mavjud. Kim tashvishlanishi kerak? Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifaga kirsangiz, siz ushbu qo'shimcha to'lovni olish imkoniyatiga egasiz. Siz bunga haqli ekanligingizni bilmasligingiz mumkin. Agar siz pensiya jamg'armasiga nafaqa olish uchun ariza topshirganingizda bu haqda sizga ma'lumot berilmagan bo'lsa, siz albatta bu masalani o'rganishingiz kerak. Kim tashvishlanmasligi kerak? Agar sizning nafaqangizga allaqachon barcha tegishli qo'shimcha to'lovlar, masalan, yoshga doir qo'shimcha to'lovlar, mehnat staji uchun qo'shimcha to'lovlar avtomatik tarzda qo'shilgan bo'lsa va siz yuqorida sanab o'tilgan maxsus ijtimoiy ehtiyojli toifaga kirmasangiz, u holda bu video sizga bevosita taalluqli bo'lmasligi mumkin. Ammo shuni unutmangki, har doim yangi qonunlar, yangi imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin.
Shuning uchun ma'lumotli bo'lish hech qachon zarar qilmaydi. Endi esa bir nechta aniq hayotiy misollar keltiraylik. Misol bir Oysha buvi va uning qaramog'idagi nabirasi. Faraz qilaylik, 7 yashar Oysha buvi bor. Uning o'g'li vafot etgan va uning qaramog'ida 12 yashar nabirasi bor. Nabiraning ota-onasi yo'qligi sababli Oysha buvi uning yagona qonuniy vasiysi hisoblanadi. Oysha buvi o'zi nafaqa oladi, lekin uning nafaqasi faqat uning shaxsiy mehnat staji va maoshiga qarab hisoblangan. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda unga nabirasi uchun alohida qo'shimcha to'lov haqida hech kim ma'lumot bermagan. Natijada Oysha buvi nabirasini boqish uchun juda qiyinchilik bilan yashaydi. Aslida esa mavjud qonunchilikka ko'ra u o'z qaramog'idagi mehnatga layoqatsiz shaxs, ya'ni voyaga yetmagan nabirasi uchun nafaqasiga qo'shimcha to'lov olish huquqiga ega. Bu qo'shimcha to'lov odatda bazaviy hisoblash miqdorining ma'lum 1% ni tashkil qilishi mumkin. Masalan, 32%. Agar Oysha bu buni bilsa va tegishli hujjatlarni, nabirasining tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, vasilikni tasdiqlovchi hujjat, o'g'lining o'lim haqidagi guvohnomasi kabi topshirsa, u har oy nafaqasiga qo'shimcha pul olib, nabirasiga yaxshiroq sharoit yaratishi mumkin edi. Bu yiliga bir necha million so'm degani. Misol 2 Ahmad aka va uning nogiron qizi 6 yashar Ahmad aka shahar markazida yashaydi. Uning 35 yashar nogiron qizi bor. U birinchi guruh nogirini bo'lib doimiy parvarishga muhtoj. Ahmad aka o'z nafaqasini oladi va qizining nogironlik nafaqasi ham bor. Lekin qizining nogironlik nafaqasi faqat uning ehtiyojlarini qisman qoplaydi. Ahmad aka o'zi nafaqaxo'r bo'lganligi sababli qiziga qarashga qiynaladi, chunki uning o'zi ham yoshi o'tib qolgan. Ahmad aka bu vaziyatda ham qo'shimcha to'lovga haqli bo'lishi mumkin. Qonun bo'yicha qaramog'ida birinchi guruh nogirini bo'lgan pensionerlar uchun ham qo'shimcha moddiy yordam ko'zda tutilgan. Bu yordam Ahmad akaning yukini biroz yengillatardi. U faqatgina nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar, o'zining va qizining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar, shuningdek qizining qaramog'ida ekanligini tasdiqlovchi hujjatlar bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi kifoya. Agar u buni bilmagan bo'lsa, u har oy bir necha 100 ming so'm miqdoridagi bu qo'shimcha mablag'dan mahrum bo'lib yashayapti degani. Misol 3. Dilfuza opa yolg'iz pensioner. 7 yoshli Dilfuza opa yolg'iz yashaydi. Turmush o'rtog'i ancha yillar avval vafot etgan, farzandlari yo'q. Uning o'zi ham surunkali kasalliklar bilan og'riydi va ba'zan o'ziga o'zi xizmat qilishga qiynaladi. Uning yagona daromadi bu nafaqasi. U nafaqaga chiqqanida unga shunchaki asosiy nafaqa tayinlangan. Biroq qonunchilikda yolg'iz yashovchi, doimiy parvarishga muhtoj bo'lgan pensionerlar uchun alohida moddiy yordam yoki qo'shimcha to'lov nazarda tutilishi mumkin. Bu to'lov, masalan, kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni qoplashga yordam berishi, dori-darmon xarajatlarini qoplashga yordam berishi mumkin. Dilfuza opa o'zining yolg'iz yashayotganini tasdiqlovchi hujjatlar, tibbiy ko'rik xulosalari bilan agar doimiy parvarishga muhtojlik tasdiqlansa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi lozim. Bu uning hayot sifatini sezilarli darajada oshirishi mumkin edi. Bu misollardan ham ko'rinib turibdiki, bu qo'shimcha to'lovlar ko'p hollarda odamlarning o'ziga bog'liq bo'lgan talabchanlikni talab qiladi. Asosiy qism 2 istisnolar, qaltichiliklar va oshkor bo'lmagan nozikliklar har bir qoidada bo'lgani kabi, bu qo'shimcha to'lovni olishda ham bir qator istisnolar, qaltichiliklar va ko'pchilik bilmaydigan nozikliklar mavjud. Aynan shular sababli ham ko'pchilik bu to'lovdan mahrum bo'ladi. Daromad me'yorlari. Ba'zi hollarda bu qo'shimcha to'lovlar nafaqaxo'rning yoki uning oila a'zolarining umumiy daromadi ma'lum bir minimal darajadan oshmasa berilishi mumkin. Ya'ni, agar pensionerning yoki uning qaramog'idagi shaxslarning daromadi belgilangan chegaradan yuqori bo'lsa, u bu qo'shimcha to'lovni olish huquqidan mahrum bo'ladi. Bu daromadga nafaqa, boshqa ijtimoiy to'lovlar, ish haqi, agar pensioner ishlayotgan bo'lsa, mulkdan olingan daromadlar kirishi mumkin. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan oilangizning umumiy daromadi haqida ma'lumotnoma talab qilishlari mumkin. 2. Hujjatlarning to'liq emasligi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilishi. Bu eng keng tarqalgan sabablardan biridir. Odamlar pensiya jamg'armasiga boradi, lekin qanday hujjatlar kerakligini to'liq bilishmaydi. Natijada arizani topshirish paytida biror hujjat yetishmaydi yoki u noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'ladi. Masalan, qaramog'idagi shaxs nogironlik guvohnomasining amal qilish muddati tugagan bo'lishi mumkin yoki vasiylik hujjatlari to'liq bo'lmasligi mumkin.
pensiya jamg'armasi xodimlari sizni qo'shimcha ma'lumot yoki tuzatish kiritish uchun qayta yuborishi mumkin. Bu esa jarayonni cho'zadi va ba'zan odamlar toqati toq bo'lib o'z huquqidan voz kechadi. 30. Qaramog'idagi shaxsning maqomi. Ba'zi hollarda qaramog'idagi shaxsning maqomi qo'shimcha to'lov olish huquqiga ta'sir qiladi. Masalan, agar sizning qaramog'ingizdagi talaba bo'lgan farzandingiz kunduzgi ta'lim shaklida o'qimas, masalan, sirtqi yoki kechki ta'lim, u holda u mehnatga layoqatsiz deb hisoblanmasligi va sizga qo'shimcha to'lov tayinlanmasligi mumkin. Yoki agar qaramog'ingizdagi nogironlikka ega shaxs rasman ishlayotgan bo'lsa, u ham mehnatga layoqatsiz deb hisoblanmasligi mumkin. Bu nozikliklar juda muhim va ularni aniqlashtirish kerak. 4. Geografik cheklovlar va mahalliy dasturlar. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar faqat ma'lum bir hududda yashovchi pensionerlar uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Mahalliy hokimiyatlar yoki ijtimoiy himoya bo'limlari o'z byudjetlaridan aholining muhtoj qatlamlariga qo'shimcha moddiy yordam ajratishi mumkin. Bu kabi dasturlar haqida ma'lumotni pensiya jamg'armasidan ko'ra ko'proq mahalliy hokimlikning ijtimoiy himoya bo'limlaridan olish mumkin. Bu ma'lumotlar keng e'lon qilinmasligi ham mumkin. Chunki ular mahalliy miqyosda ishlaydi va har bir fuqaroga individual yondashuvni talab qiladi. 5. Murojaat qilish muddati. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar uchun murojaat qilish muddatlari cheklangan bo'lishi mumkin. Ya'ni agar siz ma'lum bir muddat ichida murojaat qilmasangiz, o'sha davr uchun qo'shimcha to'lovni ola olmasligingiz mumkin. Shuning uchun bu kabi imkoniyatlar paydo bo'lishi bilanoq tezkor harakat qilish juda muhim. 6. Pensiya fondi xodimlarining xabardorligi. Afsuski, ba'zida pensiya jamg'armasi xodimlarining o'zlari ham barcha qo'shimcha to'lovlar va ularni tayinlash tartiblari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmaydilar. Bu inson omili bilan bog'liq bo'lib, sizga noto'g'ri ma'lumot berilishi yoki umuman ma'lumot berilmasligi mumkin. Bunday hollarda birgina pensiya jamg'armasi idorasi bilan cheklanib qolmasdan, boshqa manbalardan ham, masalan, yuqori turuvchi tashkilotlar, yuridik maslahat markazlari, ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lumot izlash muhim. Taqdirli huquq yana bir muhim jihat. Agar sizda bir necha asos bo'yicha qo'shimcha to'lov olish huquqi mavjud bo'lsa, odatda siz eng yuqori miqdorni beradigan birini tanlashingiz kerak bo'ladi. Ikki xil asos bo'yicha bir vaqtning o'zida ikkita qo'shimcha to'lov olish har doim ham mumkin emas. Bu ham aniqlashtirilishi kerak bo'lgan muhim noziklikdir. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Endi eng muhim qismga keldik. Qanday harakat qilish kerak? Qanday qilib bu yashirin to'lovni o'zlashtirish mumkin? Men sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Vaziyatingizni aniqlang. Avvalo, siz o'zingizning shaxsiy vaziyatingizni tahlil qiling. Sizning qaramog'ingizda voyaga yetmagan farzandlar, talaba farzandlar, nogironlikka ega oila a'zolari bormi? Siz yolg'iz yashaysizmi va doimiy parvarishga muhtojsizmi? Agar javobingiz ha bo'lsa, keyingi qadamga o'ting. 2 ma'lumot to'plang. Bu eng muhim qadam. Avvalgi misollarda keltirilgan toifalardan biriga mansub bo'lsangiz, hududiy pensiya jamg'armasining ijtimoiy ta'minot bo'limiga murojaat qiling. Ularning qabul vaqtlarini aniqlab oling. Agar imkoni bo'lsa, avval telefon orqali qo'ng'iroq qilib, vaziyatingizni qisqacha bayon qilib, qanday hujjatlar kerakligini so'rang. Eslatib o'taman, ba'zida xodimlar barcha ma'lumotni bermasligi mumkin. Shuning uchun diqqatli bo'ling. Siz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari yoki fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning moddalarini o'rganishingiz mumkin. Bu sizga qonuniy asoslarni bilishga yordam beradi va sizning haqligingizni isbotlashda qo'l keladi. Kerakli hujjatlarni to'plang. Bu yerda juda aniq bo'ling. Har bir vaziyat uchun hujjatlar ro'yxati farq qiladi. Ammo umumiy ro'yxat quyidagilarni o'z ichiga oladi. A. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat. Pasportingizning asli va nusxasi. Pensiya guvohnomangiz, asli va nusxasi. Sizning arizangiz. Pensiya jamg'armasi binosida blankalar bo'lishi mumkin. Agar yo'q bo'lsa, erkin shaklda yozishingizga to'g'ri keladi. Arizada siz o'zingizning vaziyatingizni, qo'shimcha to'lov olish uchun asoslaringizni va kim uchun bu to'lovni so'rayotganingizni aniq ko'rsating. Qaramog'ingizdagi shaxslarning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar. Masalan, ularning pasporti, tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi. Asli va nusxalari qaramog'ingizdagi shaxslarning mehnatga layoqatsizligini tasdiqlovchi hujjatlar. Bu nogironlik guvohnomasi, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi
talaba bo'lsa, o'quv yurtidan ma'lumotnoma kunduzgi bo'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi, voyaga yetmagan bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma. Oila tarkibi haqida ma'lumotnoma. Mahalladan olish mumkin. Bu sizning kim bilan yashayotganingizni tasdiqlaydi. Agar yolg'iz yashovchi va parvarishga muhtoj bo'lsangiz, yolg'iz yashayotganingizni tasdiqlovchi hujjat. Masalan, mahalladan ma'lumotnoma, tibbiy muassasadan sizning doimiy parvarishga muhtoj ekanligingizni tasdiqlovchi tibbiy xulosa. Bu xulosada aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bank hisob raqamingiz haqida ma'lumot. Pensiya pullari shu hisobga tushiriladi. Oilangizning barcha daromadlari haqida ma'lumotnoma. Agar talab qilinmasa shoshilmang, lekin talab qilinganda taqdim etishga tayyor turing. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va ularning aniq o'qishli nusxalari bo'lishi shart. Asl nusxalarini ko'rsatib, nusxalarni topshirasiz. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Barcha hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga boring. Hujjatlaringizni to'liq holda taqdim eting. Arizangizni topshirganingizda uning qabul qilinganligi haqida sizga qayd raqam berilishini talab qiling. Bu kelajakda shikoyat qilish yoki murojaat holatini tekshirish uchun juda muhim. Qayd raqamini va qabul qilingan sanani yozib oling. Agar xodim sizga bu qo'shimcha to'lovni olish huquqingiz yo'qligini aytsa, uning so'zlariga shubha bilan qarang. Qonuniy asoslarni so'rang va yozma rad javobi talab qiling. Yozma rad javobi bo'lmasa, yuqori turuvchi organlarga shikoyat qilish imkoniyatingiz cheklanadi. 5. Javobni kuting va harakat qiling. Arizangiz ko'rib chiqilgandan so'ng sizga yozma javob kelishi kerak. Agar javob ijobiy bo'lsa, sizga qo'shimcha to'lov tayinlanadi va u nafaqangiz bilan birga o'tkaziladi. Agar rad javobi olsangiz, uni diqqat bilan o'rganing. Rad etishning sababi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar siz rad javobini asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasiga yoki adliya organlariga shikoyat qilishingiz mumkin. Bu masalada advokat bilan maslahatlashish ham foydali bo'ladi. Unutmang, qat'iyatli bo'lish va o'z huquqlaringizni bilish juda muhimdir. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. Bugungi videomizda biz ko'pchilik pensionerlarimiz bilmagan, ammo davlat tomonidan taqdim etiladigan muhim qo'shimcha to'lov haqida batafsil gaplashdik. Bu nafaqa emas, balki nafaqaga qo'shimcha beriladigan moddiy yordam bo'lib, u ko'pincha ijtimoiy ehtiyojli toifadagi fuqarolarga mo'ljallangan. Uning avtomatik tarzda tayinlanmasligi uni yashirin to'lovga aylantiradi. Endi siz uning mavjudligi haqida bilasiz va uni olish uchun nima qilish kerakligini tushunasiz. Bu ma'lumotni oilangizdagi pensionerlarga, qo'shnilaringizga, tanishlaringizga yetkazing. Ular ham o'z huquqlarini bilishlari va davlat tomonidan berilgan bu imkoniyatdan foydalanishlari kerak. O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizningcha nima uchun bunday muhim ma'lumotlar pensionerlarga yetarli darajada yetkazilmaydi? Sizning shaxsiy tajribangiz bormi? Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz sizga doim eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang, o'z huquqlaringizni biling. Keyingi videolarda ko'rishguncha